Assalomu alaykum. Bugun biz uyda klubnika shokoladini o'zimiz tayyorlab ko'rdik. Qarang. Uydagilar o'zlari yaxshi bilganligi uchun klubnika shokoladini juda go'zal holatda qilib berdi. Endi yeb ko'rib, ta'miga baho beramiz. Birinchi tatib ko'ramiz. Ta'mi qanaqa chiqdi? Bismillah. Haqiqatan dahshat chiqibdi. Ta'm borasida ham ancha bo'lib bunaqa shirin yemaganimga bunga juda sifatli shokolad ham ishlatdik. Obunachilar qarang. Klubnikaga, qulpnaga shokolad bonsi yopishib chiqqan. Ba'zi bir shokoladlarni yeganingizda ajrab qoladi. Shokoladni balki bu sifatigadir, boshqatigadir. Lekin bu juda ham mazali ham sifatli chiqqan.